Yo Rab, hammalarimizni Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomga muhabbatimizni ziyoda qil. U zotga mutobaatimizni ziyoda qil. U zotga qiyomatda yorug' yuz bilan yo'liqish baxtini nasib et. Salovatlarimizni yetkazib bizlarga salom qaytishini nasib eyle. Avlodlarimizni bizdan ko'ra hidoyatli, bizdan ko'ra ilmli, bizdan ko'ra saodatli et. El yurtimizni tinch aman qil. Buyuk ajdodlarimiz sen va Rasuling ilmida mohir edilar. Biz g'ofil bo'ldik. Yo Rab, bizga ham tavfiq berir. Ulug' ajdodlarimizga bergan hidoyatingni berir. Ularga bergan ilmlaringdan berir. Ularga bergan taqvolardan berir. Avlodlarimizni bizdan ko'ra salohiyatli ayla. Dining ravnaqini, musulmonlar salohiyatini, islohini ko'rib ko'zimiz quvnashadi.